Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillah. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Alloh o'zi xohlaganiga rizqni keng yoki tor qilishini bilishmaydimi? Bunda iymon keltiradigan qavm uchun oyat belgilar bordir. Rum surasi 37-oyat. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Sizlarni yaratgan, so'ngra rizqlantirgan, keyin o'ldiradigan va yana tiriltiradigan zot Allohdir. Allohga keltirgan sheriklaringizdan kim shularning birortasini qila oladi? U zot ular shirk keltirayotgan narsalardan pokdir, oliydir. Rum surasi 40-oyat. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Alloh shamollarni yuborib, ular bilan bulutni qo'zg'atadigan, uni bulutni osmonda o'zi xohlaganicha yoyib, bo'lak-bo'lak qiladigan zotdir. Bulutning ichidan yomg'ir chiqayotganini ko'rasan. U zot uni yomg'irni o'zining xohlagan bandasiga yetkazsa, ular darhol shod bo'lurlar. Rum surasi 48-oyat. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. Sizga osmonlar va yerdan kim rizq beradi deb ayt. Alloh. Biz yoki siz yo hidoyatda yo ochiq oydin zalolatdamiz deb ayt. Saba surasi 24-oyat. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Robbim xohlaganiga rizqni keng yoki tor qiladi, lekin odamlarning ko'plari bilmaydi deb ayt. Saba surasi 36-oyat. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Ayt, Robbim rizqni o'zining xohlagan bandasiga keng yoki tor qiladi. Har bir infoq qilgan narsangizning o'rnini to'ldiradi. U zot rizq berguvchilarning eng yaxshisidir. Saba surasi
39-oyat. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Ey odamlar, Allohning sizga bergan ne'matlarini eslang. Sizlarga osmon va yerdan rizq beradigan Allohdan boshqa xoliq bormi? Undan o'zga ibodatga sazovor zot yo'q. Qayon ketmoqdasiz? Fotir surasi 3-oyat. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ey odamlar, sizlar Allohga muhtojsiz. Alloh esa behojat, maqtalgan zotdir. Fotir surasi 15-oyat. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Barchalari to'planib, huzurimizga hozir qilinajaklar. Ular uchun o'lik yer oyat belgidir. Biz uni tiriltirdik va undan don chiqardik. Ular undan yeydilar. Biz unda xurmo va uzum bog'larini yaratdik. Uning qa'ridan buloqlar chiqardik, toki uning mevalaridan, o'z qo'llari yaratgan narsalardan yesinlar. Shukr qilmaydilarmi? Yerdan unadigan narsalardan, ularning o'zlaridan va ular bilmaydigan narsalardan barchasidan juftlarni yaratgan zot pokdir. Yosin surasi 32-36-oyatlar. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Alloh o'zi xohlaganiga rizqni keng va tor qilishini bilmasmidilar? Bunda iymon keltirguvchi qavmlar uchun oyat belgilar bor. Yosin surasi 32-oyat. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. U sizlarga oyat belgilarini ko'rsatadigan, osmondan sizlarga rizq tushiradigan zotdir. Buni faqat tavba qiladiganlargina anglaydi. G'ofir surasi 13-oyat. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Osmonlar va yerning, ulardagi xazinalarning kalitlari unikidir. U zot xohlaganiga rizqni keng yoki tor qilur. U
barcha narsani bilguvchi zotdir. Shuro surasi 12-oyat. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Alloh bandalariga latifdir. U zot xohlaganiga rizq berur. U zot quvvatlidir, azizdir. Shuro surasi 19-oyat. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Alloh bandalariga rizqni keng qilib qo'ysa, ular yer yuzida haddan oshib ketadi. Lekin u zot xohlaganiga uni o'lchov bilan tushiradi. U bandalaridan xabardor, ularni ko'rguvchi zotdir. Ular noumid bo'lgach, u zot yomg'ir yog'dirib, rahmatini taratadi. U zot validir, hamiddir. Shuro surasi 27-28-oyatlar. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Osmondan barakot suvini tushirib, u bilan bandalarga rizq qilib bog'-rog'larni, don-dunlarni, zich mevali shingillari bor xurmolarni o'stirdik. U bilan o'lik yurtlarni tiriltirdik. Qabrdan chiqish ham shunday bo'ladi. Qof surasi 9-11-oyatlar. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Alloh rizq berguvchi, quvvat sohibi, shiddatli zotdir. Zoriyat surasi 58-oyat. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. O'z yurtidan, mol-mulkidan judo qilingan faqir muhojirlarga ular Allohdan fazl va uning roziligini umid qiladilar. Allohga va uning rasuliga yordam beradilar. Ana o'shalar sodiqlardir. Hashr surasi 8-oyat. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Tijorat yoki o'yin kulgini ko'rganlarida unga yopirilib, seni tik holda tark etishdi. Allohning huzuridagi narsa o'yin kulgidan va tijoratdan yaxshidir. Alloh eng yaxshi rizq beruvchidir deb ayt. Juma surasi 11-oyat.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. U sizlarga yerni bo'ysundirib qo'ygan zotdir. Uning turli joylarida yurib, uning rizqidan yenglar. Qabrdan chiqib borish ham u zotning huzurigadir. Mulk surasi 15-oyat. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. U zot rizqni tortib qo'ysa, sizga rizq beradigan kim o'zi? Yo'q, ular abadiy tug'yonda, haqdan nafratda bo'lurlar. Mulk surasi 21-oyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.